qizlajonlar, gaplarim hech kimga tegib ketmasin, bu mening shaxsiy fikrim. Всем привет, girls. Bugun sizlar bilan 3 toifadagi menga umuman yoqmaydigan qizlar haqida gaplashamiz. Menimcha ko'pchilikka ham bunaqa qizlar yoqmaydi. Birinchisi, spo qizlar, ishoninglar, shunaqa yoqmaydi. O'zi orqada bir 10 tasi bilan gaplashib qolgan, lekin yigitlarga даже qayrilib ham qaramaydiganday o'zini tutadi. Qo'li zolimani kimdi bo'ylab voz toba qildim. Sizlar bilan bugungi nervni makiyajimni o'chiramiz. Unaqa qizlarda og'iz o'zini sir yashik, lekin kerakli joyda bismillohni yoqib o'tiradi. Auzu billahi minal shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. O'zi Telegramda zvezda bo'lsa ham Instagramga yuzini ko'rsatmaydi. Bunaqa yuzimga bijir qo'yib berasizlarmi? Ikkinchisi 200lamachi qizlar. Ya'ni boshida yaxshi bo'lib, keyin yomon bo'lib qoladigan qizlar. O'zi qanday nima bo'ladi, men sizlarga hozir buni tushuntiraman. Ya'ni boshida yaxshi, keyin yomon bo'lib qolishini. Bunaqa qizlar bilishadi, shu sizlardan foyda bor. Shuning uchun boshida sizlarga yaxshi bo'lishadi. Prям angelochik keldi hayotlaringizga. Любовь моя. Oh deysizlar, men o'zimni yaqin insonimni topdim deb o'ylaysizlar, prям sirlaringizni možda aytib qo'yasiz, unga yaxshilik qilasizlar, haqiqatan u xohlagan foydani unga berasizlar. Lekin keyinchalik какой-то moment u sizlarga yomon bo'ladi. Chunki sizlardan olayotgan foydasini u o'zi уже topa bilgandan keyin u sizlarga yomon bo'lib qoladi. Yoki sizlardan уже foyda kelmay qolganda, sizlar уже unga keraksiz buyum bo'lib qolasizlar. Butun umrlik dushmanlaringizga aylanib qolishi mumkin. Qizlarni yomon ko'rishmas, bunaqalardan qo'yqish kerak. Qo'yqish o'ziga qaramaydigan qizlarni yo'q.